Oh, juda ham chiroyli gul. Hammaga assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan barcha aziz kuzatuvchilar, salomatmisiz, omonmisiz? Biz ko'rib turganingizdek, onajonlarimizni yaxshi kunlariga tashrif buyuryapmiz va xursandchiligiga xursandchilik qo'shyapmiz. O'zimizni chiroyli qo'shig'imiz mening onam eng dilbar ayol taronasini arg'umon aylayapmiz va xursandchiligiga sherik bo'lyapmiz. Shu onda men aytib ketmoqchimanki, bu qo'shiqni yaralishiga sababchi bo'lgan avvalo ustozim Doniyor G'oyevga o'z tashakkurimni bildiraman. Chunki o'zlarini onamdir qo'shig'ini yaratib, onalarni xursand qilganini ilhomlanib mana shu qo'shiqni yaratganman. Bu qo'shiqni yaralishiga, o'zimning qo'shig'im yaralishiga do'stim bor Xorazmda, Dadaxon Matyaqubov so'zlarini topib berib, mana shu qo'shiqni siz ayting va chiroyli, sizning ijroyingizda chiroyli chiqadi degani uchun yaratdik. Ko'rib turganingizdek, onajonlarning xursandchilik kunida chiroyli qilib aytib yuribmiz. Ayirmasin yaxshi kunlardan bizda kuzatishda davom eting. Biz bugun Jomboy tumani Ahmadjon Qurbonov mahallasida bo'ldik va bizni mana shu joyga taklif qilgan farzandlari Muhammadjon umrlari uzoq bo'lsin, sog' va salomat bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting.